Aziz, sen agar uni kontraktini yarmini emas, pol kontraktini to'lab beraman desang ham u urushga chiqmaydi. Vodiy Zarafshon. Hayotning cheksiz go'zalligi va qudrati. Nechta pulga urushsa men o'shani yarmini berishga harakat qilaman. Mana videoda aytyapman. Aziz, sen agar uni kontraktini yarmini emas, pol kontraktini to'lab beraman desang ham u urushga chiqmaydi. Humoyun To'xtamurodov so'kyapsizlar, nima bo'ldi? Gifini tugatib olsin, xudo xolasa, hozir kerak nechta pulga urushsa men o'shani yarmini berishga harakat qilaman. Mana videoda aytyapman. Aziz, sen agar uni kontraktini yarmini emas, pol kontraktini to'lab beraman desang ham u urushga chiqmaydi. Humoyun To'xtamurodov so'kyapsizlar, nima bo'ldi? Gifini tugatib olsin, xudo xolasa, hozir Aziz yurtdoshlar, Rossiyaning istalgan shahridan turib O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga Uztrans orqali eng arzon va ishonchli aviabiletlarni sotib olishingiz mumkin. Belgilangan kommentariyada qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Parvozingiz bexatar o'tsin. Humoyun To'xtamurodov xalqni tanqidiga uchradi. Azizxon UFC fikrini bildirdi. Humoyunni ustidan kulib Gefkon kursini tugatsa chiqadi deb kuldi. Agar urushsa gonorarini yarmini berishga laviz berdi. Aziz qadrdonlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bu jangni xalqimiz juda xohlayapti. Humoyun chiqadimi? Fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosib qo'ying. Jang qilgan bo'lardim deb orzu qilyapman. Humoyun, sen o'zing bir bo'lsang. Короче, astag'firulloh, tavba qildim. Nimaga kirganimiz yo'q, anchadan beri. Nima deydi, Instagramga kirganim yo'q. Nimaga hamma Humoyun To'xtamurodov so'kyapsizlar, nima bo'ldi? Ana Karim bilan urushmaganigami? Gifini tugatib olsin, xudo xolasa, hozir g'ayrat bilan gif boshlab qo'ygan ikkovi, xudo xolasa, borsiga mashinani o'tkazish bilan jang bo'ladi. Biz negativ emasmiz, просто har ikkita videoda Humoyunni so'kishyapti. Shunga men bir video qildim. Humoyunga ham omad tilaymiz, urushadi deb niyat qilamiz. Ashi Karim bilish kerak, nechta pulga urushsa men o'shani yarmini berishga harakat qilaman. Mana videoda aytyapman. Nechta pulga urushmoqchi bo'lsa, mana shu pulini men yarmini berishga harakat qilaman. Giflaringga omad. Aziz, sen agar uni kontraktini yarmini emas, pol kontraktini to'lab beraman desang ham u urushga chiqmaydi. Avvalo bu jatma pul jatma u uchun. Polni emas, 2 barobar to'lasin chiqma. Humoyunni duxi yetsa, shunga chiqib urushsin. Duxi yetmasa, bular duxi yetmaydi deb hali bitta odamga otini aytganim yo'q. Hurmatli Nursulton Ro'ziboyev, bunchalik kuyinmang, foydasi yo'q. Butun xalq, butun O'zbekiston, butun Osiyo bilib bo'ldik, biladiganimizni. Bu o'zbek o'g'lonligiga siqilyapsiz-da siz, uni tushirib turibmiz. Tan olish ham bir mardlikka kiradi aslida, lekin bu bolani men tushunmaganim joyim aytaman-da. Bir aytadi, sportda stoykachiman deydi, bir MMA-chiman deydi, bir stoykada urushaman deydi. Xalqim nima desa shu, xalq uchun xalq meni ko'targan deydi. Endi esa 20 ming dollar tashab qo'yib, Octagon ligamga yaxshi gonorar bersa deydi. Butun xalq xohlayapti urushini bu bolani. Bu o'zi opredelitsiya qila olmayapti, qaysi tomonga o'tishi ariqda, yo bu yog'igami, yo bu yog'igami. O'rtadan ham suzolmayapti. U tushunmadik biz. Xullas qo'rqanini tan olib bir marta chiqib kelmayapti. Men urushmayman, men uni urayman emasman deb ayta olmayapti. Yo chiqib bir urushib qo'ymayapti. Yutqazsang 3 kun gapiramiz, 5 kun gapiramiz. Humoyun ko'p gapirmaymiz, hammani ham shu. Lekin bu ahvoling bir tarixda qoldi hamma bir auditoriyang ichida. Qanaqa qabul qilsang qil. O'zingni ehtiyot qilasan, sog' bo'lasan.